aynan Hazrat davrida Hanafiy Moturidiylik ta'limotida bizda kuchli zabardast olimlar bo'lgan. Masalan, Farg'ona vodiysida va shu bilan bir qatorda Surxondaryo vohalarida kuchli domla Hindistoniyni shogirdlari bo'lgan. Lekin ular tadris bilan, ya'ni dars berish bilan shug'ullangan va ular ya'ni boshqaruv malakasiga ega bo'lmagan. Lekin Hazratda ulardan farqli jihat, Hazratda ilm bo'lish bilan bir qatorda u kishida xalqaro tajriba va shu bilan bir qatorda boshqaruv tajribasi, uzoqni ko'ra bilish tajribasi va voqea va hodisalardan demak to'g'ri xulosa chiqara olish va musulmonlarni birlashtirish zarurati u kishini demak shu darajada matonat bilan va qat'iyatli bilan ish qilishga undagan. Va yana masalaga bir jihatdan qo'shimcha qiladigan bo'lsak, Hazrat boshqaruv bilan bir qatorda jamiyatni ilmiy saviyasini ko'tarish bunday muammolarni oldini oladi degan g'oyada yashaganlar. Ana shu davrda ham kitob yozishni qo'ymaganlar va shu bilan bir qatorda to'g'ri yo'lni yetkazish yo'lida sa'y harakat qilganlar. Ya'ni namuna bo'lib bera olganlar har bir jihatdan.